borchilikda erkak sinaladi, yo'qchilikda ayol sinaladi degan naqlni ko'pincha biz faqat moliyaviy tomondan tushunamiz. Ya'ni erkak kishi ishi yurishib turgan vaqtida ayol kishiga bo'lgan muhabbati sinaladi. Ishi yurishmagan vaqtida yo'qchilikda ayolning muhabbati sinaladi deymiz. Lekin buni biz kayfiyat ma'nosida ham ko'rsak bo'ladi. Erkak kishining kayfiyati yaxshiligida albatta uni muhabbati ko'zga ko'rinadi. Lekin erkak kishining kayfiyati yo'qligida ayol kishini unga nisbatan munosabati ayol kishining muhabbatini ko'rsatib beradi. Ya'ni erkakning kayfiyati yo'q holatida ham ayol kishi o'zidagi fikrlarini nazorat qilib, unga nisbatan munosabati qandayligi uni muhabbatini belgilab beradi. Erkakka nisbatan shu vaqtda sabrli bo'la olishligi uning haqiqiy muhabbatining namunasi bo'ladi. Chunki erkak kishining kayfiyati yaxshiligida unga sabrli bo'lish barcha ayolning qo'lidan keladi, lekin erkak kishining kayfiyati yo'q vaqtida unga sabr ko'rsatish faqat oqila ayolning qo'lidan keladi.